umuman noto'g'ri. Inson insonga hech qachon o'xshamaydi ham. Aksariyat ota-onalar farzandini qiziqishlaridan ko'ra o'zlarining qiziqishlarini ustun qo'yishadi. Habibning nechta treneri? 9 ta treneri bor. Bundan bunga olib borayotgan ota-onada yoki sportchida. Ana shu muammolar bilan qiziqdi hayot. Sizning nazaringiz bo'yicha solishtirish qanchalik to'g'ri? Maqsad haqida gaplashadigan bo'lsak, Shaxsiy brendi zo'r degani haqiqatdan zo'r murabbiy deganimi? boshlash qiyin emas. Boshlash eng osoni. Jarayon qiyin. Abdulmanap Nurmagomedov dadasi, ya'ni treneri nimalar qilgan uni chempion qilish uchun murabbiyni shaxsiy brend qilish kerak. Keyingi dolzarb muammo bu hamma Diyora bo'lgisi keladi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi podkastimizning mehmoni Seven Sport klubi rahbari hamda murabbiysi Adham Azimov. Adham aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Podkastimizga xush kelibsiz. Kuzatuvchilarimizga o'z haqingizda qisqacha ma'lumot bersangiz. Xo'p, assalomu alaykum avvalambor. Meni ismim Adham Azimov. Sport sohasida bir 18 yil bo'ldi yaqin. Shug'ullanishim, sportsmenligimdan tashqari shu murabbiylik faoliyatimga. Hozirda sport sohasida biznes bilan yuritaman. Ya'ni o'zimning xususiy klubim bor, Seven Sport klubi. Bu Paka Namanganda joylashgan. Hozir biz asosiy strategiyamiz O'zbekistondagi yosh avlodni tarbiyalab, yetuk, kuchli murabbiylarga yetkazib berish bilan shug'ullanamiz. Shu bilan bir qatorda meni Instagramda blogim bor, Azimov Trainer nickname bilan. U yerda asosan katta insonlar bilan ishlaymiz, ya'ni u yerda intizomni rivojlantirish, farzand tarbiyasi hamda sportdagi faoliyat, ya'ni trenerlarning faoliyatini asos qilingan holda kontent snimat qilib boraman. Hozir shu. Bugungi podkastimizda tashkil qilishdan asosiy maqsad ko'pgina murabbiylarni, ota-onalarni hamda sportchilarni qiynayotgan muammolar va ularni yechimlari haqida gaplashamiz. Albatta bu sizga manfaatli bo'ladi. Sizga savolimiz shundan iboratki, hozirgi kunda o'smirlar va kattalar o'rtasidagi eng qiyin va dolzarb muammo bu vaqt taqsimoti. Ya'ni ko'pchilik yoshlar hozirgi kunda o'sha social mediaga vaqtini ko'p sarflayapti va bundan tashqari o'sha vaqt taqsimoti haqida siz qisqacha o'z fikringizni bildirsangiz. Hozir nima deyishim mumkin bu narsaga? Vaqt taqsimoti bu time management hisoblanadi. Ya'ni inson har bitta holatda o'ziga vaqt qilib olish kerak. Ya'ni nima desa bo'ladi? Kunini rejalashtirmasa, o'sha narsada o'sha kun zoya ketgan hisoblanadi. Ya'ni ertalab turish soat 6 da deylik, zavtrak soat 7 da deylik, mashg'ulot soat 8 da yoki maktab yoki ish, xuddi shunaqa holatda taqsimotni shunaqa qilish kerak o'zi asli. Bu yana aylanib kelib intizomsizlikdan kelib chiqadi. Ya'ni bizni vaqtimizni nima o'g'irlaydi asosiy narsa bu digital autizm deydi. Ya'ni mukkasidan ketish biror bir narsaga. Ya'ni hozirgi paytda bizda gadjetlar, telefonga kiramiz, YouTube'ga kiramiz, Instagramga kiramiz, o'tdagi Vine'lar yoki qaysidir ma'noda. Endi bitta tomoni borda, masalan, internetda juda ham ko'p foydali ma'lumotlar ham bor. Masalan, oldingi davrda insonlar foydali ma'lumotlarni kitoblardan olgan yoki qaysidir ma'noda insonlardan olgan. Hozirgi paytda ham shu narsa bor-da. Lekin degan tomon bor, foydali ma'lumotlar internetda ham ko'p. Lekin undan ham ko'pi musorlar. Ya'ni insonlarni noto'g'ri yo'llarga yetaklaydigan kontentlar, har xil holatlar yoki o'zimizga kerak bo'lmagan narsalarni miyamizga zagrujat qilamizda, keyin asosiy bo'lgan maqsadimiz esdan chiqib qolyapti. Особенно yoshlarda ko'p kuzatiladi bu narsa. Dopaminni oladi, o'ynaydi, telefonni shu bilan vaqt o'tganini bilmay qoladi. Mana shu asosiy nima desa bo'ladi? Muammolardan bittasi. Buni yechimiga keladigan bo'lsak, foydali ish bilan shug'ullanish birinchi o'rinda turadigan narsalardan bittasi bu vaqtni, kunni rejalashtirib olish. Asosiy narsa nima desa bo'ladi? Agar siz kuningizga reja qo'yaman deydigan bo'lsangiz, maqsadni tanlaysiz, tepadan pastga yo'naltiriladigan metodikalardan bordi. Masalan, tepadagi maqsad deylik, yillik maqsadni oladigan bo'lsak, uni oylarga bo'lasiz. Oylik maqsadlarni kunliga bo'lasiz.
o'sha kundagi maqsadi, rejalar, o'sha rejalashtirib chiqasiz shu narsani, rejaga asosan keyin yashashni boshlaysiz. Uni vaqtida vaqt qo'yib belgilaysiz asosan. Kuniga masalan 2-3 ta rejani qo'yadigan bo'lsangiz, albatta bu narsada dangasalik bo'lmaydi sizda. Odatiy tusga kiradi bu narsa. Shu bilan sekin-sekin sizda odat shakllanadi. Ya'ni shunga nisbatan bo'lgan odat shakllanadi. Ko'p gapirish mumkin bu haqda. Masalan, hozirgi ota-onalarda ham eng katta muammo shu. Ya'ni bolasini o'sha telefondan, televizordan, qo'pol qilib aytganda o'sha bolasini, farzandini chalg'ituvchi muammolardan xalos qilish. O'shaning uchun masalan ko'pgina ota-onalar farzandini 4 yoshdan, 5 yoshdan sportga bergisi keladi. Ya'ni jismonan juda ham baquvvat, sog'lom qilib ulg'aytirgisi keladi. O'shanaqa ota-onalarga siz qaysi sport turlarini tavsiya qilasiz? Ya'ni o'sha 4 yoshdan, 5 yoshdan sport turiga beradigan ota-onalarga. 4 yosh, 5 yoshli bolalarga asosiy maqsadda ularning fundamentini qo'yish kerak birinchi o'rinda. Men единоборствоni, ya'ni yakka-kurash sport turlarini tavsiya bermayman. Nimaga desangiz, bu noto'g'ri bo'lishi mumkin. Bolaning psixikasiga ham, bolani zeriktirib qo'yishi ham mumkin. Chunki u professional sport turi bo'lishi mumkin. Misol uchun har xil turlar bor, masalan MMA. Smershni bo'lsa, ko'pchilik masalan o'zbekimiz qiziqqanmiz, bolamiz MMA chempioni bo'lishini xohlaymiz yoki qanaqadir ravishdagi nimalarni olib kelishni xohlaymiz, shoshib qolamiz-da. Lekin ana shu narsani yana ham mukammal qilishni bittadan bitta yo'li bolaga avval sportning fundamentini berish. Ya'ni bu suzish, gimnastika, yengil atletika turlari. Masalan, oddiygina gimnastika bilan bolani juda ham kengaytirib yuborgan insonlarni taniymanman. Men o'zim maslahatim bilan olib borgan. Masalan, 2 yil, 3 yil gimnastikada yurgan bola har bir sport turi, karate bo'lsin, taekwondo bo'lsin, dzyudo bo'lsin, boks bo'lsin, umuman olganda yakka-kurash vidlarida qiynalmaydi. Chunki birinchi o'rinda karateda ham, dzyudoda ham, boksda ham, taekvondoda ham hammasida rastashka turadi. Chunki rastashkasi bor bola ko'p narsaga erishishi mumkin. Shuning uchun men tavsiya qiladigan narsa asosiy o'rinda sportning fundamenti. Bu sport turlari gimnastika, suzish, yengil atletika bo'lishi mumkin. Sizga keyingi savolimiz, sport turlari bilan bir qatorda ota-onalar murabbiy tanlashda ham juda qiynalishadi. Chunki 90% ota-ona keladigan bo'lsa, ular ko'pchiligi endi masalan bizga o'xshab murabbiy emas. O'shaning uchun ularga masalan qanday murabbiy tanlashda ko'proq nimalarga e'tibor berish kerak? Bu nima desa bo'ladi? Juda ham nozik savollardan bittasi, chunki murabbiylar bu agar videoni ko'radigan bo'lsa ozgina boshqacha o'ylashi mumkin, lekin tanganing ikkinchi tarafi ham bor-da, do'stlar. Bitta narsani tushunishimiz kerak. Murabbiy tanlash bu muhim narsa, chunki har bittamizda farzand bor. Har bitta farzand bu kelajak, farzand bu bizni kelajakda, ya'ni erisha olmagan narsalarimizga erishishi mumkin bo'lgan shaxs. U shaxsni boshidan boshlab tarbiyasini to'g'ri qilmasak, keyinchalik qiyin bo'lishi mumkin. Shuning hisobiga har bitta mutaxassis, nafaqat murabbiy, o'qituvchi, deylik, oddiygina nyankani ham to'g'ri tanlay bilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, murabbiylarga keladigan bo'lsak, murabbiy birinchi o'rinda danlisiga e'tibor berasiz. Bu haqda kontent qilganman, juda ham negativ ko'p bo'lgan. Danli deganda ko'pchilik o'ylaydi, u murabbiy qora poyez bo'lishi, ya'ni nimadirlarga erishgan bo'lishi yoki olimpiyskiy chempion bo'lishi. Gap unda emas. Gap bola bilan ishlash qobiliyatida. Murabbiy, yaxshi murabbiy qobiliyatdandir-da. Masalan, qobiliyatli inson murabbiy bo'la oladi. U uchun qobiliyat kerak. Yaxshi murabbiyni birinchi o'rinda notiq bo'ladi. Tushuntirish darajasi zo'r bo'lishi kerak. Ya'ni deylik 7 yoshli bola keldi oldingizga, unga tushuntirish uchun to'g'risi gap, hazilakam vaqt ketmaydi. Bitta narsani tushuntirish uchun katta odam ham qiynalib tushunadi o'zi sportda. Shuning uchun iloji bo'lsa, ana shu trenerni danisiga e'tibor bering. Ya'ni u qayerda o'qigan, muomala madaniyati qanaqa, undan keyin nimalar qilgan. Plus bolangizni qayerdan qayergacha olib bora oladi. Har bitta murabbiyda o'zining rejasi bo'ladi, plan bo'ladi. Masalan biz zalda fundament, faqat judoni asoslarini qo'yiladi. Ya'ni 3 yildan 4 yilgacha bola o'sha sport to'garakida yuradi va mana narsalarga erishishi mumkin. Mana narsalarni biz shakllantira olamiz. Undan tashqari mana narsani bera olamiz, undan tashqari mana bo'lmaydi. Lekin mana narsalarga qiladigan bo'lsangiz, mana shundoq ketadigan fikrlar bo'ladi. Ya'ni bu do'g'ri.
ota-ona birinchi o'rinda murabbiy bilan do'g'ir qilish kerak. U taklif tashkilotdan, ya'ni murabbiy tomonidan bo'lishi kerak. Ana shunga ham katta e'tibor berish kerak, chunki ota-onani kutuvini bilib olish kerak. Hozir masalan murabbiylarga ko'p tosh otilishi mumkin, lekin ota-onada ham ayb juda ham katta bo'lishi ham mumkin, qarsa ikki qo'ldan chiqadi. Shu hisobiga iloji bo'lsa birinchi o'rinda murabbiyni aqliy faoliyati, danlisi va muomalasiga qarash. Masalan, hozirgi kunda trenerlarimiz ko'pchiligi yosh, ko'pchiligi ya'ni yoshlari katta trenerlarimiz ham bor. Muhimi hozir bu yerda rezultat, ya'ni yosh trenerlarimiz shug'ullantirayotgan bolalarda rezultatlar juda ham yaxshi ketyapti. Ijtimoiy tarmoqlardan ham ko'ramiz. Bolani qabul qilishi yoki o'rganishi. Aksariyat yoshi kattaroq trenerlarimizda tajriba bo'lsa ham rezultat sezilmayapti yoki teskarisi yoki xuddi shu muammoni yechimi nimada deb o'ylaysiz? Bu muammo emas o'zi asli, bu har kimning qarashiga bog'liq. Ya'ni menimcha deb gapiraman bu narsani. Birinchi o'rinda murabbiy ishlayotganda murabbiy ijodkor bo'lish kerak. Agarda u inson ijod qilmasa, bitta inson shakllanmaydi. Lekin degan tomoni bor. Mana bu katta yoshdagi murabbiylarimiz ba'zi birlari shunaqa holatdaki, katta yoshdagi bolalardan yaxshiroq ishlashadi. Kichik yoshdan ko'ra, balki shunda sezilayotgandir. Ya'ni asosan yosh kategoriyasi deylik 10 yosh yoki 12 yoshli bolalar sportga qatnashib chempion bo'layotgan bo'lsa, ularda mana bu katta yoshdagi murabbiylarning bolalari katta yoshli bo'lishi mumkin. Katta yoshli insonlarda musobaqa kam, естественно. Lekin mana bu kichik yosh toifalarda juda ham ko'p. Shuning uchun ko'rinib ketayotgan bo'lishi mumkin. Bu shunaqa qarama-qarshi fikr keladi-da, albatta. Ya'ni katta yoshli murabbiy ishlamayotgan yoki kichkina yoshli murabbiy ishlayotgan. Lekin menimcha deb yana bir gap aytishim mumkin. Ko'pincha yosh murabbiylar sabrliroq bo'ladi. Kattalarga nisbatan. Chunki sabr bilan qilib keladi, qiziqqon bo'ladi, ko'p narsalarni o'rganishi mumkin, ko'p narsalarni, ularning vaqti bor. Ya'ni uydiga uylanmagan bo'lishi mumkin yoki turmushga chiqmagan bo'lishi mumkin. Shuni nisbatiga yoshlar bolalar bilan yaxshiroq ishlaydi kattalarga qaraganda. Murabbiylik faoliyatida o'zi asli bitta narsani tushunishimiz kerak. Murabbiyni qachonki bazasi bekiladi, ya'ni baza deganda tushunishimiz kerak, uydagi holati yaxshilanadi, uyi yaxshi, mashinasi yaxshi, oilasi yaxshi, tinch bo'ladigan bo'lsa, keyin murabbiy maksimal darajada ishla oladi. Mana shu joyda ko'pchilik xato qilib qo'yish mumkin. Hozir masalan pulli tizimlarga ham o'tishimiz mumkin. Mana savollaringizni tayyorlab turgan bo'lsangiz kerak. Именно mana shu tomoni juda ham xavfli taraf. Agarda insonning g'ami uyda qanaqadir g'amli holatda bo'ladigan bo'lsa, bu yoqdagi bolaga mehr bera olmaydi, qiynaladi bu narsada. Chunki uyi g'ami tutib turadi. Tushunarli. Javob berib qo'ying. Deylik sizni masalan zalingizga shunaqa bola keldi. Uni masalan qobiliyati bor. Siz sportingizdan kelib chiqadigan bo'lsak, qobiliyati bor. Lekin uni o'zlashtirishi, qabul qilishi sal qiyinroq. Ya'ni boshqa bolalarga nisbatan tez qabul qilmaydi-da, sekin qabul qiladi. Endigi masala o'sha boladan, ya'ni farzandining holatini bilib turgan ota-ona qisqa muddat ichida farzandidan juda ham katta rezultat kutadi. O'shanaqa qarashdagi ota-onalarga qanday tavsiya berasiz? Bu menda juda ham ko'p keladi bunaqa savol kommentariyada. O'zimga ham ko'p kelishadi. Ya'ni shunaqa keladi, men bolamni chempion bo'lishini xohlayman deydi. Men bolamni olimpiya chempion qilib berasiz deydi, boshqa deydi. Bolaga shunaqa qarasangiz 6 yoshli bola. 10 yil borda olimpiadaga ketishadi. O'sha nima desa bo'ladi? 10 yil borda, o'ylash kerak-da inson. Masalan, bu haligi nima desa bo'ladi? Negativ fikr emas yoki oddiy narsa bu, oddiy gap, oddiy logik fikrlasangiz ham 10 yil vaqti bor hali bolani. Endi bitta tomonni tushunishimiz kerak. Unaqa ota-onalarga tavsiyam birinchi o'rinda boshida aytdim, trenerga kimligini bilib olinglar. Trener nima bilan ishlaydi? Ya'ni trener faqat fundament qo'yadimi? Trener faqat professional ravishda musobaqaga olib chiqadimi? Yoki trener faqat natijaga ishlaydimi degan savollar bor. Trenerlar ham turligi bo'linadi, har xil. Misol uchun, ba'zi trenerlar faqat musobaqa. U trenerlarga tayyor bolalar kerak. Rezultat qilib beradigan tayyor bolalar kerak. Ba'zi trenerlar bor, shunaqa toifalari bor, faqatgina fundament bilan shug'ullanadi. Ya'ni ular yetkazib beruvchi hisoblanadi. Shuni hisobiga ota-onalar kelgandan keyin, masalan, ota-onalarga
tavsiya dedingiz. Bitta chempionlar shakllanish uchun qo'pol qilib aytganda 3 yildan 5 yilgacha vaqt kerak. Ya'ni uni O'zini olib ko'rsatish. tarbiyalab, o'sha narsani ota-onaga tushuntirish kerak. Ota-ona uni tushunmasa, nima desa bo'ladi? Kerak bo'lsa holatni tushuntirish kerak. Bolaning imkoniyatini keltirib berish kerak. Masalan, deylik, ikkita bola keldi. Ikkita bolani antropometriskiy pokazatellari, ya'ni bo'y basti, turishi, gavdasi, sharoiti bir xil. Hamma yog'i bir xil. O'sha ikkita bolani bitta sport turiga qo'yadigan bo'lsangiz, aniq bittasida tezroq natija bo'ladi. Lekin bittasi sekinroq bo'lsa ham natija bo'ladi. Tizim to'g'riligini qayerdan bilsa bo'ladi, aytaymi? Masalan, deylik, to'g'rilik protsenti juda ham past hisoblanadi. Masalan, deylik, gruppada 20 ta bola bor. 20 ta bolani 1 yil shug'ullantirdingiz. 1 yil shug'ullantirganingizdan keyin siz maqsadingiz musobaqadagi natijasiga qo'ydingiz. Ya'ni har bitta ota-onaga buni zametga yozib ketasizlar. Har bitta ota-ona kelganda trener undan kutuvlaringiz nima, mendan nima talab qilasiz? Menga qanday talablaringiz bor degan savolni bersa, ana shunaqa savollar tug'ilmaydi. Mani bolam chempion qilib berasizmi? Umi, bumi, voy deb turib visokoparniy gaplarni tug'dirmaydi ota-ona. O'sha kutuvlarni yozadi. Natija deganda nimani kutasiz degan savolni berishga birinchi o'rinda. Ya'ni natija deganda ba'zi ota-ona mani bolamni o'ziga ishonchi baland bo'ldi, zo'r natija bo'ldi deydi. Natija deganda ba'zi ota-ona mani bolam o'qishlari zo'r bo'lib ketdi, treneri kundaligini tekshirdi, zo'r o'qiyapti deydi. Mani bolam intizomli bo'lib qoldi, mani bolam erta turadigan bo'lib qoldi, mani bolam menga mehribon bo'lib qoldi, mani bolam figuralari zo'r bo'lib qoldi. Ba'zi ota-ona aytadi, mani bolam musobaqada yorib tashlayapti, chempion bo'lyapti deydi. Mana shu narsaga oydinlik kiritilgandan keyin agar ishga kirishiladigan bo'lsa, menimcha natija bo'ladi. Endi boshdagi gapimga qaytadigan bo'lsa, 20 ta bola bo'ladigan bo'lsa, 20 ta bolani qachon natijakorligi aniqlab oldik. Biz musobaqaga aniqladik. 1 yil tarbiyaladingiz 20 ta bolani. 20 ta boladan agarda 50% emas, 40% natija qiladigan bo'lsa, siz aytgan natijani qiladigan bo'lsa, sizni tizimingiz yaxshi ishlayotgan bo'ladi. Agarda ulardan 10% yoki 5% natija qiladigan bo'lsa, sizni tizimingizga yangiliklar kiritish kerak bo'ladi. Agarda qilinmaydigan bo'lsa, sizni tizimingiz yo'q bo'ladi. Umuman ishlamayapsiz bo'ladi. Shu narsani tushuntirilsa, agar ota-onaga ota-ona tushunadi 100%. Menimcha, shunda oydinlik bo'ladi. Masalan. Endi yana o'sha ota-onalarni asosiy muammolariga qaytadigan bo'lsak, ba'zi ota-onalar farzandini bitta musobaqaga, ikkita musobaqaga jo'natadi. Bitta musobaqada yutadi, ikkinchisida yutqizadi. Keyin nima kelib chiqadiki, masalan, sen buni qaragin, bu o'tgan safar ham yutuvdi, bu safar ham yutib ketdi. Sen o'tgan safar yutuvding, bu safar yutqizasan. Nimaga bunaqa deb boshqa bolalar bilan solishtiradi. Sizning nazaringiz bo'yicha solishtirish qanchalik to'g'ri? Noto'g'ri, aytgaringiz. Umuman noto'g'ri, inson-insonga hech qachon o'xshamagan, o'xshamaydi ham. Shuning uchun bitta narsani tushunishimiz kerak. Ota-onalarga tavsiya bu o'zi asli. Farzandingiz eng zo'ri bo'lishini xohlaydigan bo'lsa, siz eng zo'ri bo'ling. Sizdan naqa olsin, u kuch olsin, motivatsiya bering u insonga. Chunki u inson sizda. Ya'ni o'sha farzand bu siz. Shuni hisobiga musobaqalari yoki o'qishda musobaqa haqida gaplashaylik. Ya'ni masalan musobaqalarda qanaqadir natijasi pasayib ketayotgan bo'lsa, bu nimadandir dalolat. Yoki pitaniyadan, yoki qaysidir ma'noda mashg'ulotdan bo'lishi mumkin. Yoki psixologiyasidan. Yoki psixik holati yaxshi emas bo'lishi mumkin. Masalan, bitta zo'r savol keladi-ku, murabbiy ham psixolog, ham pedagog, ham u, ham bu deymiz-ku, ham motivator deymiz-ku, to'g'rimi? Murabbiy qisman xolos. Ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. Ba'zi men ko'rib qolaman shunaqa podkastlarda murabbiy hamma narsa. Murabbiy hamma narsani qila olmaydi. Habibning nechta treneri bor? Habib Nurmagomedov 9 ta treneri bor. Bittasi deylik grappling. Bittasi qo'lini to'g'rilaydi, bittasi oyog'ini to'g'rilaydi, bittasi dixaniyasini to'g'rilaydi, bittasi pitaniyaga qaraydi, bittasi psixolog. Endi bizda bitta trener hammasini qilish kerak. Endi to'g'ri-da, bolalarni tarbiyalayotgan trener qilib ko'radi hamma narsani. Endi o'shani ham yetarlicha bera olmasligi mumkin. Shuning uchun birinchi o'rinda bunaqa narsalar bo'lmasligi uchun, bunaqa katta muammolar bo'lmasligi uchun ota-ona murabbiy bilan hamkorlikda ishlashi juda ham zarur. Shunda bola yaxshi shakllanadi. Keyingi savolimiz, hozirgi kunda
ayrim ota-onalar, ya'ni aksariyat ota-onalar farzandini qiziqishlaridan ko'ra o'zlarini qiziqishlarini ustun qo'yishadi. Bu narsa bor narsa jamiyatimizda. Misol qiladigan bo'lsak, shunaqa holat, masalan, o'zimning faoliyatimda ham ko'zga tashlandi. Bolasi karatega qiziqadi, otasi uni boksyor bo'lishini xohlaydi. Bolasini qobiliyati karatega nisbatan bor. Ya'ni qo'l oyog'i yaxshi ishlaydi, tez va o'sha plyus taraflardan kelib chiqadigan bo'lsak, lekin otasi uni haqiqatdan boksyor yoki MMA sohasida faoliyat olib borishini xohlaydi. Bu qanchalik to'g'ri? Menimcha, ota-ona bolaga yomonlikni ravo ko'rmaydi hech qachon. Nima desa bo'ladi? Tanganing ikki tarafi bor-da. Ota-onaning rakursidan qaraydigan bo'lsangiz, balkim uni fikri to'g'ridir. Lekin bu yoqdan qaraydigan bo'lsangiz, balkim ota-onaning fikri noto'g'ridir. Chunki uni qiziqishi o'sha bolani qiziqishi karateda. Bunda tavsiya berib o'tib ketsak bo'ladi bu narsada. Nimaga? Bolani qiziqishini bilish uchun, bolani nimadirga talantini bilish uchun, nimaga borligini bilish uchun o'sha sohalarga olib borib ko'rish kerak. Hachabi 1 oy, 2 oydan tashab ko'rish kerak har bir sohaga. Shundagina bolani o'ziga nisbatan yo'lini bilib ola olamiz. Qiziqishlarini. Nafaqat masalan karatega qiziqyapti, men karatega berish kerak. Birinchi o'rinda bolani qiziqqan narsasini berib ko'rish kerak. Qani bola qatgacha boradi, qanaqa addachi chiqadi, treneri nima deydi mutaxassis. Ya'ni uni holatiga qarab turib keyingi yo'lini aniqlash mumkin. Aslida. Endi keyingi masalamiz bu juda ham jiddiy. Masalan, biror bir ota-ona farzandini sport turiga bersa yoki qanaqadir murabbiyni qo'liga bersa, murabbiyni tez almashtiradi. Bolasi o'sha 2-3 ta musobaqada yutqizdimi, undan u murabbiydan olib bunga beradi, bu murabbiydan olib unga beradi. Bu yerda hozir eng asosiy sabab murabbiydami yoki o'sha undan bundan bunga olib borayotgan ota-onada yoki sportchida? Qarshi ikki qo'ldan chiqqan o'zimiz. Nimaga unaqa qildim? To'g'risi gap, qarshi ikki qo'ldan chiqadi. Mana farzandlarim bor. Birinchi o'rinda uni tarbiyasi uchun mas'ul bo'lgan kasb egalari bu ota-ona. Birinchi o'rinda muhit aybdor bo'ladi ko'p narsaga. Ya'ni xo'sh inida ko'rganini qiladi degan gap bor. Ikkinchisi, uni eng ko'p bo'ladigan joylardan bittasi bu sport zal. Uchinchisi bu ta'lim maskani. To'rtinchisi yana qayergadir borish mumkin. Beshinchisi, oltinchisi ketdi oshna og'aynilari, bunaqa xullas ana shu hammasini jamlanmasi bolada aks etadi, o'zi asli. Shuning uchun nima desa bo'ladi bu yerga? Muhit aybdor bo'ladi ko'pincha. Muhit boshqa narsa yo'q. Chunki muhit yaxshi bo'lgan joyda o'sish yaxshi bo'ladi. O'sish yaxshi bo'lgan joyda tizim yaxshi bo'ladi. Tizim yaxshi bo'lgan joyda intizom bo'ladi. O'shandan keyin natija yaxshi bo'ladi. Bir vaqtning o'zida ikkita sportga berishga qanaqa qaraysiz? Смотря qanaqa qarashimni aytadigan bo'lsam, siz o'zingizdan kelib chiqib masalan. Misol uchun boks bilan judoni bir vaqtda olib ketib bo'lmaydi. Bo'lmaydi 100%. Yoki karate bilan gimnastikani bir vaqtda olib ketib bo'lmaydi. Gimnastika masalan художественный gimnastika bo'ladigan bo'lsa, karate bilan художественный gimnastika bu xato narsa. Xudoshkada yurgan masalan qizlar, ular ertaroq boshlaydi O'zbekiston chempionatlarini. Karateda sal kechroq boshlashi mumkin. Deylik, misol uchun. Shuning uchun turdosh bo'ladigan bo'lsa, misol uchun o'zbek milliy kurashi bilan judoni birdaniga olib ketish mumkin, samboni birdaniga 3tasi bo'ldi. Olib ketish mumkin. Lekin qaysidir vaqtda tanlov bo'ladi bolada. Ana shu tanlov paytida o'sha bittasini tanlash kerak 100%. Aslini olganda turdosh bo'lsa bo'ladi, lekin mana qarama-qarshi sport turlari bo'ladigan bo'lsa bir-biriga xalaqit beradi. Misol uchun akrobatikadan kelgan bolani biz judo bilan shug'ullantiradigan bo'lsak, misol uchun deylik akrobatikada yurgan bolani judoga olib keladigan bo'lsangiz, akrobatikada elementlari bor. Masalan, qo'lni ko'rsatadi, haligi bitta mashq bajarishdan oldin. Masalan, flyak qilishdan oldin, randat qilishdan oldin qo'lni ko'tarib qo'yishadi.
Men tayyorman degandek qilib. U bolani dzyudoga olib keladigan bo'lsa, dzyudoda biz ham randat iflak qildiramiz. Randat qildiramiz. Bizniki qo'polroqda, sal unaqa chiroyli chiqmaydi. Eng qiziq menda voqea bo'lgan shunaqa, bola akrobat bo'lgan, dzyudoga kelgan, o'zini himoya qilish uchun maqsadda, ya'ni ko'chada yurishini to'g'irlash uchun, boshqa qilish uchun kichkina bolagini, uni endi biz qiziqib qoldik, bola zo'r edi, haqiqatan ham zo'r qo'ygan fundamentini. Qiynalmadik vobshe. Musobaqaga olib ham egiluvchan, dahshat. Rezultat qilyapti. Lekin u yoqda trener telefon qildi. "Aka" dedi, "iltimos" dedi. Akrobatikalar bor-ku dedi, ana elementlar, akrobatik element. Shularni qildirmanglar dedi. Biznikini qilib ol. Ularni asosiy sostavda ekan. Keyin biz bildik bu narsani, undan umuman cheklab qo'ydik. Judoni haftaga bir kunga qo'yib qo'ydik, lekin asosiy sport turini o'qib qo'ydik. Mana shu yo'lni qilsa ham bo'ladi. Asli asosiy sport turini doimiy ravishda olib boradigan bo'lsa, ras bitta narsaga qiziqadigan bo'lsa bola, uni haftaga bir kun yoki 2 kunga borishi mumkin. Faqatgina qarama-qarshi bo'lmasa, qiyin bo'lishi mumkin bo'lsa. Natija chiqishi pasayib ketishi mumkin. Endi keyingi savolimiz shundan iboratki, masalan, ko'pchilik ota-ona farzandda qobiliyat bo'lsa ham, sog'lig'i uchun shug'ullansin, bizga chempion bo'lishi zarur emas. O'zini sog'ligi uchun shug'ullansa yetadi. Bizni chempion qilish niyatimiz yo'q deydi-da. Endi bu narsa sizni ham faoliyatingizda bo'lgan bo'lishi kerak. Chunki o'zimning faoliyatimda juda ham ko'p uchraydi. Yo bular qiz bola mayli o'zi uchun shug'ullansin, lekin buni biza chempion qilish niyatimiz yo'q degan narsa. Lekin fakticheski farzandi buni o'zi xohlaydi. Boshqalar borib medal olib kelganda yoki diplomlar olib kelganda o'zi juda ham xohlaydi va qiziqadi. Ota-onani bu yo'nalishdagi qarashlari menimcha men noto'g'ri deb o'ylayman. Siz qanaqa masalan tavsiya qilasiz bu narsani? Ota-ona menimcha qarama-qarshi fikrlarimiz. Chunki ota-ona siz oldingizga olib kelayotgan paytda bolani holatini sizdan ko'ra yaxshiroq biladi. Misol uchun, har bitta bolada talant bo'ladi, ota-ona sezmay qo'ygan bo'lishi mumkin, uni trener sezishi mumkin. Bu sizning fikringizga qo'shilaman degan. Lekin qo'shilmayman degan joyi ham bor. Bu hozir mafhum qoladi bu narsamiz. Nimaga? Qo'shilmayman degan joyida ota-ona ko'proq bilishi mumkin bu narsani. Ya'ni bolasiga kerakli podxodni sizda topdi va ana shu narsani siz berishingiz uchun faqatgina sog'lig'i uchun keling shu narsani o'rgatib bering bizga. Bolamiz intizomli bo'lsin sportda yurib, bolamiz chiroyli bo'lsin figurasi, bolamiz mana shu ma'lum shaklga, bolamizni medik qilmoqchimiz deylik, stomatolog qilmoqchimiz. Biz sportsmen qilmoqchi emasmiz. Albatta sindirish shart emas. Professional sport qiyin-ku, misol uchun. U professiya, kasbga aylanib ketadi. Shuni hisobiga shu narsani xohlashi mumkin-da. Men maslahat bergan bo'lardim ota-onam bilan birgalikda ishlashga. To'g'risiga. Nimaga desangiz, lekin degan tomoni bor. Qachondir ana shu bola haqiqatan ham qiziqsa, haqiqatan ham kerak bo'lsa shu narsa, bola xohlasa, ota-ona qilib beradi. Xohlasa. Agarda siz bola qiziqyapti, u bu deydigan bo'lsangiz, bola menimcha hali xohlab ulgurmagan bu narsani. Yorvoradi bola xohlaydigan bo'lsa. Men shunaqa bolalarni ko'rganman. Dod deydi. Men o'sha yerga boraman deydi. O'sha yerga bormasam o'laman deydi. Qiynaydi, boshqa qiladi. Shunaqa qaysar bolalarni ko'rganman men. Bola xohlasa qilib beradi ota-ona. Menimcha hozir jamiyatimizda любой ota-ona bolani xohlishiga qaraydi. Juda ham zo'r tarbiya holatida ketyapti. Yomon holati ham bor, lekin men bu yaxshi tomoni juda ham ko'p. Pul masalasi bo'yicha gaplashmaymiz. Masalan, deylik, hozirgi holatda menda savol tug'ildi sizga nisbatan, deylik, klublaringiz xususiy klublarga keladigan bo'lsak, xususiy klublar ko'pi asosan yosh bolalar bilan ishlaydi. Ko'pincha. Endi sport turiga bog'liq, masalan, deylik, karate, taekwondo, shunaqa sport turlari. Deylik, rukopashniy bo'y, dzyudo, kurash, shunaqa sport turlarida ko'proq yosh bolalar keladi. Nima uchun kattalarda bizni bolalarimiz ko'p-u, yosh bolalarda juda ham ko'p. Kattalarda kam-u, yosh bolalarda juda ham ko'p. Yosh bolalar toifasi, deylik, 12-13 yoshgacha bo'lgan bolalar zalda 90% shunaqa, где-то 15-10%, 18-20-25 yoqdan kattasi. Nima uchun? Nimaga bunaqa? Bizda, faqat bizdan bu. Shug'ullanuvchilarmi? Shug'ullanuvchilar nimaga kattalar kam? Asosiy sabab endi kattalarda salgina bo'lsa ham erinchoqlik bor. Chunki ya'ni yosh bolalar o'zini ular kun davomida masalan polniy bag bo'lib yuradi. Ya'ni ularda energiyasi kuchli bo'ladi. Ham ularda qiziqish kuchli bo'ladi.
qiziqish, mana urib tepishga ularda вообще qiziqish juda ham yuqori bo'ladi. Katta yoshdagilarda bu teskarisi. Ya'ni ular biron bir narsani yoki biron bir mashqni oxirigacha 3-4 minut bajarishga toqati yetmaydi deb o'ylayman. Endi bu meni o'ylashim bo'yicha. Yo'q, qiziqadigan bolalarimiz ham bor. Trenirovkaga kelib shu 2 soat, 3 soat trenirovka qilib, yana zaldan chiqqisi kelmaydigan bolalar ham bor, lekin bunaqalar juda ham kam. Asosiy sabab bu erinchoqlikda deb o'ylayman. Hozirgi ko'pgina yoshlar shunaqa, erinchoq, mas'uliyati kamroq. Может, vaqti yetmayotgan. Chunki ularda o'sha katta yoshdagilarda bosim juda ham yuqori bo'ladi. Ular aniq bitta kasbni yoki sohani egasi bo'lishi kerak bo'lgan pokoleniyada bo'ladi. Masalan, ular sport bilan shug'ullanish, qanaqadir musobaqalarga chiqish, o'zini ko'rsatishni agar kech yoshda boshlagan bo'lsa, uje bu sohada rezultat qilish qiyinligini o'zlari bilishadi. Agar o'sha faoliyatini uje 14 yosh, 13 yoshda bu faoliyatga kirib kelgan bo'lsa, ko'zi yetmaydi demoqchiman. Shunaqa deb o'ylaysiz? Deb o'ylayman men. Bu katta yosh toifasida deylik, o'spirin yoshi 18 yoshdan u yog'ini hisoblaymiz. Hozir shunaqami? Shunaqa to'g'ri tushundimmi? Shunaqa 18 yoshdan yuqorilarda agar 18 yoshda sportga kirib keladigan bo'lsa, 18 yoshda rezultat qilishga ko'zi yetmaydi. Nimagaki 18 yoshgacha, ya'ni o'sha qatorilar uje bu sport sohasiga masalan faraz qiling 8 yosh, 9 yoshda kirib kelgan. To'g'rimi? O'z qatori bolalar sport sohasiga 8 yosh, 9 yoshda kirib kelgan. 18 yoshgacha ular yetarlicha rezultat ko'rsatgan. 47 yoshda olimpiyskiy chempion bo'lgan insonlarga nima deysiz? Ular bu narsani eng katta yutug'i yoshligida boshlagan edi. 25 yoshda boshlagan. Stop, 33 yoshda boshlagan. Unda qiziqish yuqori bo'lgan. Demak, bizni 18 yoshli, mana bu 20 yoshli o'spirin yigitlarimiz, qizlarimizda ham qiziqish bo'ladigan bo'lsa, demak qilsa bo'lar ekan. Qiziqish bilan, masalan, mas'uliyatni his qilib oxirigacha boraman deyish o'rtasida farq bor, to'g'rimi? Prosta qiziqish hech narsani hal qilmaydi-da, shunchaki qiziqib qo'yish. Bu motivatsiyaga o'xshaydi, временный bu. Mana bir kunlik yoki 2 kunlik bo'lishi mumkin. Qaysidir olimpiyskiy chempionni ko'rib yoki qanaqadir yuqori natijalarga erishib yurgan qizni yoki yigitni ko'rib. Bu 1-2 kunlik proses bo'lishi mumkin-da. Agarda u haqiqatan qiziqsa, u mas'uliyat bilan yondashadi, ili boshqalarga nisbatan 2-3 barobar mehnat qilib qo'yadi. Bu nimaga bunaqa nimalarni aytdingiz desangiz, bu illyuziya o'zi asli yoshlarning o'rtasida. Misol uchun, mana fitness murabbiylarimiz juda ham ko'p kuzataman. Shaxsan o'zim taniydiganlarim bor. Ko'raman, asosan shu o'spirin yoshdagi bolalar ko'pincha fitnessda yurishadi. Единоборство, ya'ni boksda, unda bunda kam uchrataman-da. Da endi professional sportmenlarimiz bor, masalan, boksyorlarimiz bor, judoistlarimiz bor, karatechilarimiz bor, taekvondistlarimiz bor. Juda ham ko'p bunaqalikda. Lekin shunaqa holat borki, bitta asosiy muammoni men bitta narsada ko'raman. Katta bolalarda, ya'ni katta inson deylik, shaxs u. 18 yoshli shaxs pasport olgan hisoblanadi. U shaxsda shunaqa holat bor, gormonal o'zgarish bo'ladi birinchi o'rinda, o'spirin yoshida. Bo'lgandan keyin hamma narsaga qiziqish boshlanadi. Deylik, stress keladi ko'pincha. Qanaqa stress? Masalan, sevgi, muhabbat, lyubov, markov. Undan tashqari o'qishga kirish ishtiyoqi, tezda boyib ketish, mashina olish. Mashina olish, maza qilib yashash, nimadirlar qilib tashash, xayolda nimadirlar bo'lib ketishi, bu illyuziyada o'zi asli. Oldingi holatdagi tarbiya nimalar tizimini ko'radigan bo'lsangiz, bu ishlatilgan bunaqalar. Masalan, mol boqtirilgan, uy qurilgan, o'qilingan, buqilingan, juda ham katta narsa bor-da. Qisman darajada to'g'ri, mehnat ko'rgach. Katta insonni o'sha tarbiyalab kelinyapti. Yoshligidan tarbiyalangan ular. Lekin men bu yoshlarga keladigan bo'lsak, bular yonadi boshida. Men kuzatishimni aytadigan bo'lsam, hozir mana yangi trenerlikka boshlaganimdagi bolalar hozir 15 yosh. 15 yoshda qiziqishi tushadi. Ko'pincha holatda-da. Masalan, bu yerda negativ ketishi mumkin. Sen treningga o'tishni bilmagansan yoki sen yaxshi bo'lmaganing uchun bola ketib qolgan. Yaqinda shunaqa kommentariy ko'rdim, bitta katta ayol shunaqa yozgan ekanlar, men hayron qoldim. Shunaqa holatlar bo'ladiki, tarbiyalab kelasiz, unda zo'r bo'ladi. Musobaqalarni yutadi, bu qiladi.
bitta tomoni bor, men bitta narsani sezib qoldim. Biz ertaroq berib qo'ymaganmizmi-ki? Men bunaqa usullarni, boshqani. Ha, Katta yoshga kelganda, конечно, u qolmaydi. stop bo'lib qoladi. Ha, uje nimaga qiziqadi? Nima jilolanib turadigan narsa bo'lish kerak-da. Masalan, svetofor bo'lish kerak. Rang-baranglik bo'lmasa, hayot qiziqarsiz bo'lib qoladi. Ana shu qo'pol aytganda o'sha har bitta insonda o'zini anaqa muammolari bor. Ana shu muammolar bilan qiziqdi hayot. Asli shu bizni motivirovать qilib turadi, yashashga, boshqa qilishga. Endi hamma narsangiz bor. Tasavvur qiling, sizda $1 million bor. Shuni o'tirib hozir nima qilasiz? Shunda o'tiribman. Nima qiladi? $1 million pulingiz bor. Zallaringiz bor 5-6 ta. Nima qilasiz? Borib treninglaringizni qilasizmi? Qilaman. Yo'q, rostda. Siz nima qilasiz, bo'pti? Men shuni borib zalni bekitaman. Nega? Imminni o'sha xohlaydigan, haqiqatan ham o'sha insonga kerak bo'lgan insonga trenirovka o'taman faqat. Qolgan hamma men bu pul keltirib turgan masalalar yoki qanaqadir ravishdagi mana bizni moddiy tarafdan ta'minlaydigan holatni hammasini bekitaman-da. Aynan ana shu imini kerakli inson, 4 dona odamni yig'aman, ana shu insonga trenirovka o'tib yuraman. $1 million katta pul emas deyshadi-da, lekin ko'pchilikni hayotini o'zgartirish uchun va hayotini barbod qilish uchun ham kerakli summa. Asli. Maqsad haqida gaplashadigan bo'lsak, ozgina burilish yasaymiz. Maqsad mavzusida shunaqa holat bor, shunaqa savol keladi ko'pincha. Maqsadim aniq olmayapman. Nimaga maqsadni aniq olmayapman desam, ko'pda mana kim keladi, mana kim keladi. Asosan yoshlarda kuzatiladi bu ham. Xo'p, nima qila olasan bu desa, keyin oxiri bitta savol beradi. Bo'ldi. Shunasanga $1 million pul tashab ketishdi. Ertalab turib nima bilan shug'ullangan bo'larding desa, bilmaydigan odam haqiqatda ham hech narsa qila olmaydi. O'sha proses vaqt ichida. $1 million tashab, men shunaqa endi men bitta video ko'rdim, shunaqa holat bo'ldiki, bitta yigitga aytishdi, u xudojnik edi. Rasm chizardi. Shunaqa savol berishdi, $1 million beramiz senga deydi. Beramizda, ertalab turib nima qilasan deydi. Shuni borib rasm chizaman dedi, sразу. Pul dedi. Mana holat. YouTube'da bitta bloger bor, bilsangiz, Yan Toples, yo'q emas. Eng anaqa podpisчиги ko'p. Hozir ismi esimdan chiqib qoldi. Bilasizmi? MrBeast. Shuni proyektlari bor, ko'rgan bo'lsangiz, pulli proyektlar bo'ladi. O'sha pulli proyektlarda qaysidir kontentida ko'rdim shu narsani, imini. Shu tashab ketadi, shuni pulni beradi. Ertada nima qilarding? Shu maqsadi qiynalgan inson uchun testdi bu o'zi asli. Ya'ni siz hamma bazalaringiz bekil tasavvur qiling. Maqsad hozir ko'pchilikning maqsadi ana shu bazani bekish uchun kattaroq pul topish asli. Moddiy tarafdan. Qo'pol aytganda hammamizda shunday holat bor. Qisman masalan deylik oyiga $5 ming yoki oyiga $3 ming yoki $10 ming bilan mana masalan hal bo'ladi. Hamma yoq tinch bo'ladi. Men xotirjam o'zim ishimni qilib ketaman. Deysiz, to'g'rimi? Bu maqsaddi. Strategiya shunaqa bo'ladi. Endi ana shunaqa narsa, maqsadi bor insonda boshqacharoq shakllanadi u. Unga pul kerak emas. O'sha maqsadiga erishish kerak u. Tamom, u ishonch bilan harakat qiladi. Bu sportga bog'langan bolalar bor shunaqa. Men taniyman shunaqa insonlarni, juda ham baxtli hisoblanadi ular. Bitta narsa uchun yashaydi dunyoda. Bu boshqacha emotsiya beradi o'zi asli. Nima haqida gaplashamiz? Pul deganingizda hozir finansiy tarafdan gaplashamiz. Endi bu finansiy tarafdan ham og'riqli nuqtalar bor. Yo'q emas. Masalan, aksariyat ota-onalarda finansiy tarafdan mablag'i yetadi, imkoniyati bor. Lekin o'smir yoki bo'lmasam balog'atga yetgan yoshdagi farzandlarini biron bir sport to'garaklari, ya'ni ilm taraflaridan oladigan bo'lsak, o'shanaqa to'garaklarga jalb qilishmaydi. Ulardagi eng katta o'sha har doim sabab qilib ko'rsatiladigan savol 1-2 yildan keyin o'rgansang ham bo'ladi, hali senga barvaqt. Shunaqa arzimagan so'zlarni sabab qilib ko'rsatishadi. Bu menimcha ota-onalarni qarashi jihatidan to'g'rimi? O'smirin yoshida. O'smirin va
balog'atga yetganda, shu yoshi kattaroq, 18-19 yosh. 18 deylik. Bitta 18 10 yoshdan boshlab, faraz qiling, 10 yoshdan boshlab 19 yoshgacha bo'lgan bolalar haqida hozir ketyapti gap. Pul sarflashga erinishadi. Shunda ham to'g'ri tushundimmi hozirmi? Shu yosh kategoriyasiga, aynan sport sohasiga pul sarflashga pul sarflashmaydi. Shunaqa demoqchimisiz? Imkoniyatlar kamroq. Sportga ajratilgan summa kam ota-onada. Shu imini shu yoshda. Lekin boshqa o'quv sferalariga mana bu kurslarga pul berishadi. IELTS topshirishga ham pul berishadi. Yani til o'rganishga ham pul berishadi, IT ga pul berishadi. To'g'ri, shunaqa, to'g'ri tushundimmi? To'g'ri. Buni asl sababi bitta narsa, bola sportda nimadir isbotlamagan shu yoshgacha. Deylik 10 yosh emas, 10 yoshga nima qilishadi, investitsiya qilishadi ota-onalar. 14 yoshdan uyog'iga bor-ku, tilga o'rnatiladi hamma narsa. Jahon tili, ingliz tili. Tan olishimiz kerak, ingliz tili kerak, juda ham kerak narsa biz uchun. Ya'ni inson muvaffaqiyatga erishish uchun ko'proq til bilish kerak. Fikrlashni o'rgatadi. Ya'ni fikrlash yaxshi bo'ladi, ochiq-oydin fikrlaydi. Endi sport bu harakat degani. Sport doimiy ravishda insonga kerak. U 7 yoshdan 70 yoshgacha deylik. 3 yoshli bola ham sport bilan shug'ullanadi, yemaklik, to'g'rimi? Xuddi shunaqa holatda sport bu harakat degani o'zi asli. Sport 100% kerak. Lekin shunaqa holatlar borki, insonda mana ota-ona, mana ota sifatida aytamanman. Sportga ham, ta'limga ham iloji bo'lsa bir xilda e'tibor berish kerak. Chunki sport birinchidan dam oltiradi insonni, ikkinchidan kravoobращение, ya'ni qon aylanishi yaxshi bo'lgan insonda miya yaxshi ishlaydi, faoliyat yaxshi ishlaydi, metabolizm tezlashadi. U yerda intizomni o'rganadi bola. U yerda maqsadi tomon harakat qilishni o'rganadi birinchi o'rinda. U yerda raqobat bor. Raqobat bor joyda o'sish bo'ladi. Mana shu foydali taraflarini tushuntirish kerak ota-onalarga. Ana shundan keyin o'spirin yoshdagi bolalar menimcha zallada ko'payishi mumkin. Buning uchun murabbiylar shaxsiy brend qilish kerak. Hozir zamon talabi bu juda ham kam, men ko'rmayman. Ko'p murabbiylarni, nima deydi, ayrim murabbiylarni ko'raman, zo'r yuritadi faoliyatini. Zo'r, gap yo'q. Bolalarni ko'rsatadi, boshqa qiladi, havasingiz keladi-da. Masalan, meni bolam ham shunaqa bo'lsa zo'r bo'lardi deysiz-ku, to'g'rimi? Misol uchun, ana shu shaxsiy brendni qo'ymagan murabbiy, hozir menimcha bir 5 yil qoldi bu narsaga. Qo'ymagan murabbiy ertaga zo'r murabbiy bo'lsa ham, bitta shaxsiy brendni rivojlangan murabbiyga ota-ona beradi. Shu zamon talabi shunaqa. Juda ham achchiq haqiqatlardan bittasi. Men ba'zida achinib ketaman shu narsaga. Zo'r murabbiy lekin sizdan zo'r o'tadi. Lekin bu gapirib qo'yadi internetda. Shu narsaga masalan endi sizga shu savolni bermoqchi edim. Shaxsiy brendi zo'r degani haqiqatdan zo'r murabbiy deganimi? Shaxsiy brendi zo'r. Bolalari ijtimoiy tarmoqda, kundalik ijtimoiy tarmoqda farzandlari, ya'ni o'zini o'quvchilari, shogirdlari bilan tinmasdan ijtimoiy tarmoqlarda aylanadi. Lekin agarda u murabbiyni o'zi ham bilsa kerak bu narsani, masalan shunaqa murabbiylar bor, siz o'zingizni sportda qilgan rezultatlaringizni bilasiz, to'g'rimi? Qaysidir taraflama o'sha atletlik faoliyatingizni to'xtatib murabbiylikka o'tgansiz. Ya'ni to'xtatishingizga ham qanaqadir sabab bo'lgan. Inson hech qachon o'sha bitta narsani to'xtatib ikkinchi pog'onaga o'tmaydi. Masalan, teng bo'li o'sha sportchi bilan murabbiy. Ya'ni o'sha shaxsiy brendi zo'r degani aksariyat hollarda o'sha shaxsiy brendi zo'r bo'lgan murabbiy zo'r murabbiy degani emas deb o'ylayman men. Bu sizning fikringiz? Bu meni fikrim. Endi sizning fikringiz. Tak, nima desa bo'ladi? Rakursga gapiraman yana. Misol uchun shaxsiy brendi yo'q degani yomon degani emas. Yomon degani emas, chunki shaxsiy brendi bor degani ham yomon degani emas. Tomoni ham bor, har xil borda trenerlar. Masalan, endi ko'pincha holatda asosiy mazmunni oladigan bo'lsak, lifestyle, mana bu Instagramdagi ko'p holatlar yaqin bir 70% yolg'ondan iborat hisoblanadi. Insonning emotsiyasiga o'ynaydi, insonni qanaqadir luxury hayotni ko'rsatadigan nimalar bor, to'g'rimi? Endi u inson shaxsiy brend qilayotgan paytda, masalan, bio degan narsa bor. Tepasida yozadi. Men bunda yordam beraman, to'g'rimi? Tagida kontentlar qilib borgan bo'ladi. Ana shuning kontentidan u insonning fikri qanaqa, u o'zi kimligi haqida ma'lumotlar bor. Prosta biz kuzatishni bilmaymiz.
Insonni ko'rish kerak birinchidan, kim u? Izначально kim bo'lgan? Qo'ygan hammasini. Ma'lumotlar berilgan. Agarda endi shunaqa trenerlar ham bor, sizga gapingizga qo'shilishi mumkin, bitta joyda hype ishlaydigan. Hamma Bu bitta bolani ko'rsatdi-da, bo'ldi shu, ketdi shu bilan. Nu bitta o'zini holatini ko'rsatdi, ketdi shu bilan. Oddiy hypedan, lekin foydalanish nimasi kamroq bo'lishi mumkin-da, albatta. Nima desa bo'ladi? Tez uchadi, joyida ushlab qolish qiyin-da. Boshlanish oson, ko'pchilik boshlash qiyin deydi. E'tibor bergan bo'lsangiz. Birinchi zarbani urish qiyin, birinchi salomni berish qiyin, qiz bolaga nima gap, yaxshimisiz deyish qiyin. Nu, endi sal bunaqasi bo'lishi mumkin. Bitta ishni boshlash qiyin, sahnaga birinchi chiqish qiyin, birinchi video gapirish qiyin. Qiyin emas birinchi masala. Men murabbiy sifatida aytaman bu narsani. Intizomni rivojlantirish bo'yicha murabbiy sifatida aytaman bu narsani. Boshlash qiyin emas. Boshlash eng osoni. Jarayon qiyin. Jarayon juda ham qiyin narsa, olib ketish qiyin. Oddiy insonlar shu narsani ba'zida tushunmay qolishadi. Boshlash qiyin. Boshlash eng osoni. Bu jarayon qiyin. Jarayonda ushlab qolish qiyin. Masalan, yulduzga hype bo'lib chiqish oson deb aytishadi-ku, masalan, mana katta san'atkorlarimiz. Tanlash oson. Da, lekin ushlab turish qiyin bu narsani. Masalan, Ozodbek Nazarbek ham xuddi shu gapni aytgan, Yulduz Usmonova ham xuddi shu gapni aytgan. Misol uchun, katta insonlar. Shu menimcha shaxsiy brendda bori yaxshi. Любой trenerga uni kimligini aniqlash uchun ko'rishingiz kerak, anaqasini, saytini. Ko'rganingizdan ko'ra tushunarliroq bo'ladi. Vizualni gaplash uchun menimcha borishingiz mumkin oldiga. Farzandingiz olib borgani yoki o'zi shug'ullangani borsangiz, уже yana ham yasni bo'ladi. Hayotda qanaqa, videoda qanaqa. Shunaqa insonlar bor, videoda boshqacha, hayotda boshqacha. Bu bilmagan holatdagi xatolar ham hisoblanadi-da. Ba'zi odam videodan uyalishi mumkin-da, o'zidan yasab olgandek ko'rinishi mumkin. Ba'zi odam shuni farqi yo'q gapiraveradi, o'zini fikrida gapiradi, o'zini tilida gapiradi. Ba'zi inson shu kitobiy bo'laman deb turib, keyin xato gapirib qo'yadi. Misol uchun menga o'xshab, men boshida shunaqa edim. Juda ko'p xato qilardim. Eng qiziq xato qilib qo'yib turib, tagiga kommentariyam yozib qo'yardim. O'sha videoni qo'yardim, xato qilgan. Bo'lish kerak-da, nimadandir inson boshlash kerak baribir. Jarayonni ushlab qolish undan ham qiyin lekin. Masalan, bu narsani nimaga asoslanib aytayapman? Masalan, avvalambor birinchi o'rinda o'sha shaxsiy brendi bor murabbiylarni kuzataman o'zim. Sizni kuzatganim qatori. Ko'pchiligi haqiqatdan murabbiy, chunki ularning metodikasi, bolalar bilan ishlash qobiliyati, texnikasi, taktikasidan siz uni qanaqa murabbiyligini kuzatganingizda yo'q bilasiz. Agar siz uni o'sha shaxsiy hayoti bilan tanish bo'lmagan bo'lsangiz ham. Lekin ba'zi bir murabbiylarga ko'zim tushadi. U murabbiylar даже siz o'zingiz ham hattoki o'z sohangizni kimonosini qanaqa kiyishi, belbog'i qanaqa boylashni bilasiz. Tushundim sizni. Yo, to'g'risi ham. Lekin ba'zi bir murabbiylar shunaqa gapirib chiqadi, ularga e'tibor beraman. Eng asosiysi e'tibor. E'tibor beraman. Bizani sportimizni o'sha kimonosini kiyishi, kiya olmasligini o'zi xato. Oddiy misol oladigan bo'lsak, bizning kimonoyimizni o'zini emblemasi bor. Emblema o'ng tarafga tushishi kerak. To'g'rimi? Ba'zi trenerlar kiyib chiqib gapiradi bu narsani, emblema chap tarafda. Chap tarafga bo'lib qoladi. Bizda ham ko'p bo'lib qoladi ba'zida. Endi bu sohada, bu sohani haqiqiy egasi bo'lsangiz, ya'ni siz bu sohada faoliyatingiz ko'p bo'lsa, siz hech qachon kimononi xato kiymaysiz. Yoki biron bir marta kimononi xato kiyganmisiz? Buni madaniyatsizlik deb hisoblaysiz-da, shunaqa? Bu masalan o'zimning sohamga bo'lgan hurmatsizlik. Etiket degan narsa bor-ku, misol uchun kimono kiyganda, boshqa kiyganda haligi bolalarning musobaqada ham necha yillik staj borligini aniqlash uchun poyezddan tashqari kimonosini aniqlab olsangiz bo'ladi. O'sha narsa. Kimononing chizig'i, o'sha bog'lanish holatlari, misol uchun shunaqa aytmoqchisiz-da. Xuddi shunaqa. Ikkinchi masala, ya'ni ba'zi bir trenerlar o'sha bolasiga kimononi kiydirib, belbog' bog'layotgan joylarini ham relslar davomida bunday qisqacha 2 sekundlik qilib ko'rsatib o'tib ketadi. O'sha joyda ham hattoki belbog'i boylashi o'zi ham xatoda. O'shanaqa trenerlarga asoslanib men sizga hozir bu savolni berdim. To'g'ri, aytayotganingiz haqiqatan shaxsiy brendiga loyiq bo'lgan trenerlar ham bor. Siz o'zingiz ham tan olasiz. Meni o'zim ham tan olaman. Ko'pgina Instagramda faoliyat ko'rsatayotgan trenerlarni. Lekin o'sha Wu degan shaxsiy brendga noloyiq bo'lgan trenerlar ham bor. Bor, albatta.
guruch qurmaksiz bo'lmaydi-ku. Ichida bo'ladi, talpani ichida nimadir bo'lib qoladi baribir. Xuddi shu narsa. Endi o'zimni faoliyatimdan kelib chiqadigan bo'lsam, sizga beradigan eng nozik savolim. Ota-onalar menga qabulga keladi. Bizga o'g'il bola murabbiy kerak. Chunki o'g'il bola murabbiy bo'lsa, ozgina strogiy qaraydi. Shunaqa tarbiyasida ozgina kamchiligimiz bor. Haddan tashqari erka, gapga quloq solmaydi, aytganimizni qilmaydi. Boshini telefondan ko'tarmaydi yoki televizordan ko'tarmaydi. Ko'proq vaqtini o'sha social mediada o'tkazadi. Shuning uchun biz o'g'il bola treneri yordamiga muhtojmiz. Siz qiz bola ekansiz deb shunaqa tanlovlar bo'lgan menda. Endi o'g'il bola trener ili qiz bola trener. Farq tafovut faqat jins ustunligidami? Nima desa bo'ladi? Bu mentalitet o'zi asli. Lekin meni fikrim kerak. Sizni qarashlaringiz kerak. Meni qarashim, men o'g'limni qiz bola trenerga bermayman. Nimaga? Asoslab beraman. Bu meni fikrim. Ayol kishida instinkt degan narsa bo'ladi, onalik instinkti. Ayol kishi nisbatan erkak kishiga qaraganda jo'ski hisoblanadi. Misol uchun, ozgina uzunroq gapiraman. Misol uchun, erkaklar ko'chada urushib qoldi deylik. Urushib qolgandan keyin yiqildi bittasi. Yiqilgandan keyin, u bu deyishi mumkin. Ketadi. Tugadi, yotibdi, bo'ldi, ketdi. Ayollar ko'chada urushib qolsa, yerga tushgandan keyin og'ziga tepadi. Bu degan jistoks. Juda ham anaqa bor. Bu shunaqa narsa o'zi asli. Bu jistoks qayerda uchraydi? Ayollar muvaffaqiyatida uchraydi. Ko'proq erkaklarga nisbatan ayollar muvaffaqiyatli bo'lishi ham shundan o'zi asli. Ular qo'rqmas. Erkaklarga qaraganda. Buni tan olib gapiryapman. Lekin shunaqa holatlar bor. Men masalan kuzatayotgan trenerlar misol keltiraman. Taekvondoda men Narbabayeva, Tim Go'zal. Menimcha yaxshi trener, men 2-3 ta ota-onalardan eshitdim bu narsani. Jo'ski trener, komandasi bor. Endi sizni ham kuzatdim, bolalaringizni kuzatdim, gapirish toningizni kuzatdim, holatingizni kuzatdim, sport turingizni kuzatdim. Bu holatda ham yaxshi. Tavsiya bera olaman xotirjam. Misol uchun o'g'il bolani bemalol tarbiya qila olasizlar. Faqatgina nachalniya podgotovkada. U bola katta bo'lgan sari endi to'g'ri, boksyorlarda ham ayol trenerlari bor. Bor. Endi bu narsani men polni cheklab qo'yayotganim yo'q. Bizning mentalitetda shunaqa narsa shakllangan. Asli bu normal holat deb bilaman. Mentalitetdan kelib chiqqan holda men o'g'limni ayol trenerga bermayman deb gapirayotgan gapim faqatgina shu mentalitetdan kelib chiqib gapirilyapti. Ayol trener ayol qizlarni tarbiyalagani ma'qulroq o'zi asli men uchun. Erkak kishi erkaklarni tarbiyalagani ma'qulroq. Противоположность deydi, anaqa nima tilida. Deylik, qarama-qarshi vakillar bu holat noto'g'ri. Nima desa bo'ladi? Ayol kishi erkak kishiga nisbatan jo'ski bo'lmasligi mumkin-da mana holatda. Ayniqsa tarbiyaga kelganda. Sport turiga. Lekin men jo'ski zo'r murabbiylarni ko'rib kelyapman hozir ayollar. Masalan, bugun musobaqa bo'ldi bizda parajudo bo'yicha, ko'pchilik ayollar trener. Erkak kishini olib chiqyapti, o'g'il bolani olib chiqyapti. Shu bilan bir qatorda, lekin o'g'il bola trenerdan o'sha o'g'il bola trener shug'ullantirgandan qoniqmasdan menga farzandini bergan ota-onalar ham bor. Ya'ni o'g'il bola taekvondo sportidan olib karatega bergan ota-onalarimiz ham bor. Lekin ular hozirgi kunda mana hozir bolasi menda taxminan 4 oydan beri shug'ullantirayotgan bo'lsam farzandini, ular meni ishimdan, ya'ni shug'ullantirishimdan, bolasiga bo'lgan o'ziga ishonchini, keyin mas'uliyatini, intizomini, tartibini yo'lga qo'yib berganimdan rozi. Endi bu narsa asosan men tajribaga bog'liq deb o'ylayman. Ya'ni bolalar bilan qanaqa ishlashga siz yuqorida aytib o'tdingiz. O'shanaqa skilllarga bog'liq deb o'ylayman. Bitta narsa, tugatuvchi narsa bo'lishi mumkin. Men shu mavzuga, masalan, ayol murabbiy nimaga ayol murabbiyga olib borishim kerak degan savol kelib qoladi-da. Hatto erkak murabbiylar ko'p-ku. Nima afzalligi bor ekan degan savol bor. Ana shu nima afzalligi bor ekan deganda sizda qandaydir qo'shimcha bo'lsa,
bemalolsiga bera oladi odam. Ya'ni sizda nima qo'shimcha bo'lishi mumkin? Karateni o'zi emas-da. Nimadir qo'shimcha bo'lishi kerak. Ayol kishiga nisbatan ayol agar trener bo'ladigan bo'lsa, unda haqiqatda o'g'il bolani tarbiyalash uchun nimadir bo'lishi kerak. Qo'shimcha. Qo'shimcha 100% bo'lishi kerak. Nu deylik intizomni tarbiyalash mumkin. Unda men to'g'ri yo'lda ekanman. Mana shu narsa, menimcha shu narsa yutuq, asosiy yutuq. Chunki masalan, bunday qaraganingizda erkak trenermi, ayol trenermi desangiz, bunday qarab turib erkakni tanlaydi hozirgi holatda. 90% deyishim xatodir, men 70% erkak kishini tanlayman. Lekin bu ayol nimadir qilayotgan bo'lsa, ayolga yo'naltirib ko'radi lekin. U ta'limini ishonib ko'radi, testdan o'tkazib oladi. Shuni hisobiga nimadir qo'shadigan bo'lsangiz, menimcha shunda yaxshi bo'ladi. Ayolni shunda ko'proq anaqa ko'radi. Nima desa bo'ladi? Bola olish mumkin. Sportmen olish mumkin. Tushunarli. Masalan, sportga birinchi qadam qo'ygan odam, endi bu meni fikrim, meni o'ylashim, keyin bir ikkita o'sha mashhur olimpiyskiy jahon chempioni chiqargan trenerlar bilan bo'lgan suhbatda sizga hozir aytib o'tmoqchiman. Masalan, sportga birinchi qadam qo'ygan odam yoki haqiqatdan zo'r chempion bo'lib yetishib chiqadi, yoki haqiqatdan zo'r malakali ustoz bo'lib, ya'ni murabbiy bo'lib yetishib chiqadi. Sportga qadam qo'ygan insonni taqdiri shu ikkita narsa bilan tugaydi deb o'ylayman. Ya'ni yoki malakali murabbiy yoki taniqli haqiqatdan zo'r chempion. Endi masalan, murabbiylik faoliyatida, ya'ni sportchilik faoliyatidan murabbiylik faoliyatiga o'tish bu juda ham qiyin ish deb o'ylayman. Ya'ni juda ham katta mas'uliyat talab qiladi, juda ham katta sabr talab qiladi. Ikkinchi tarafi hech kim o'z-o'zidan besabab sportchilik faoliyatini tashlab murabbiylik faoliyatiga o'tmaydi. Qanaqadir asosiy, ya'ni zarur sabab bo'ladiki, murabbiylik faoliyatiga o'tadi. Ba'zi bir ota-onalar, masalan, sizda ham shunaqa kommentariyalar bo'lgandir. Ya'ni keyin men ba'zi masalan o'sha ijtimoiy tarmoqlarda haqiqatdan zo'r ketayotgan trenerlarni ham kommentariyasini o'qib qolaman. O'shanaqa narsaga ko'zim tushgan. Ota-onalarning fikri bo'yicha trener o'zi oldin olimpiyskiy chempion bo'lishi kerak, jahon chempioni bo'lishi kerak. Keyin o'ziga o'xshagan olimpiyskiy jahon chempionlar chiqara oladi. Sizlar o'zingizlar oldin shunaqa chempion bo'la olinglar. Keyin bolalardan shunaqa rezultat talab qilaylik. Biz ham shularga shunaqa sarmoya beryapmiz, shunaqa pul beryapmiz. Maqsadimiz shunaqa jahon chempioni, olimpiyskiy chempion bo'lishi farzandimizni degan kommentariyalar bo'ldi. Shu fikrga, masalan, ota-onalarning shu fikriga qanaqa baholaysiz? Fikr bering. Bu deylik, kelimta narsaga anaqa qilamiz, uzurroqlik qilib qo'yamiz. Mana deylik, o'zi sportda aytarli narsaga erishmagan, qanaqadir sababga ko'ra sportdan chiqib ketgan, kuchli olimpiyskiy chempionlarni chiqargan trenerlar bor. Yo'q emas. Jahon chempionlarini chiqargan trenerlar bor, yo'q emas. Lekin o'zi juda ham katta natijaga erishib turib, aytarli darajada yaxshi natija qilmagan murabbiylar ham bor. Bu holatda nima desa bo'ladi? Bu insonning o'ziga bog'liq. Ya'ni murabbiyning ishlash faoliyatiga bog'liq. Aytdim-ku, boshda murabbiylik bu ijodkorlik. Inson bekoriga qanaqadir ravishda bitta sohani tanlab qo'ymaydi-da. Masalan, sport turini o'sha ma'lum bitta sport turini tanlagan murabbiy o'sha sport turiga muhabbat qo'yish kerak. O'sha sport turini qabul qila olish kerak. O'sha sport turida bo'layotgan voqea hodisotlarni qabul qila olish kerak. Bitta bolani olgandan keyin deylik, o'sha bolani ijodiy tomondan hamma tomondan chaqlaysizda bolani, masalan, qaysidir joygacha olib borish uchun, to'g'rimi? Ana shuning uchun u murabbiyda iqtidor bo'lmasa, chempion chiqara olmaydi. Murabbiy ham bo'la olmaydi. Murabbiyda iqtidor bo'lsa, pulga asoslangan yoki ma'lum qanaqadir nima desa bo'ladi? Empatiya deymizmi, kimgadir yoqish uchun murabbiymi. Unaqa murabbiylar ham oz emas-da, ko'p. Masalan, pulga asoslangan murabbiylar ham bor. Ma'ni shunaqa deb ayblashadi. Sportni biznes qilgan murabbiy. Da. Sport bu biznes o'zi asli. Nimaga biznes? Har bir tarbiya o'zi biznes. Misol uchun farzandingiz sizni biznesingiz. Bitta kichkina o'g'lingiz yoki qizingiz sizni biznesingiz. Unga siz to'xtamasdan investitsiya qilasiz. Nimaga? Kelajakda u inson nimadirga erishishi uchun, siz qila olmagan narsani qilishi uchun
Sizni biznesingiz shu. Shuning uchun men shunga asoslanib gapiryapman. Shuning uchun aytayapmanki, ana shu pulga qiziqish endi yomon holatda. Pulga qiziqish bo'ladigan bo'lsa, boshqa bo'ladigan bo'lsa, xayol pulda bo'ladigan bo'lsa, bu boladan qanaqadir narsani yasab chiqish yoki bolani qanaqadir natijaga olib borish qiyin masala bo'lib qoladi. Lekin men bu olimpiyskiy chempionat yoki jahon chempioni bo'lmagansan, u bu deb gapirish bu juda ham xato narsa. To'g'risi. Bolalar bilan ishlash qobiliyatingiz bormi? Bolalar bilan ishlash qobiliyatingiz borligini bilish mumkin. Sizni mashg'ulot jarayonlaringizda bolalar bilan ishlayotganingizni ko'rish kerak. Sizni tushuntira olish darajangizni bilish uchun siz bilan gaplashib ko'rish kerak. Vizualni, nimani bilasiz, nimani tushuntirasiz. Siz etalon vazifasini bajarasizmi bolada? Deylik, namuna bera olasizmi bolaga? Trenerni tashqi ko'rinishi, holati, odob axloqiga qaraysiz. Ana shu narsalarni bog'lanma shaklda qilib turib agar trenerni ko'rib beradigan bo'lsangiz, menimcha yangi boshlayotgan trenerlar ham eski qanaqadir darajaga erishgan murabbiydan sizni bolangizga yoqib va sizni bolangiz qaysidir ma'noda o'sishi mumkin. Shunaqa gap borki, inson o'zi sevib qilgan ishni bajarganda baxtli his qiladi o'zini. To'g'rimi? To'g'ri. Baxt gormoni bor-ku endorfin, to'g'rimi? Shu payt bo'ladi shu narsa. Ya'ni o'sha sizdan kuch olganda, siz mashg'ulot o'tayotganda, sizni mashg'ulotingizni maza qilib bajarganda, ana shu bola hattoki bilmay ham qoladi-da, unaqa murabbiyda. Shuning uchun aytayapman, ijod bu. Mashg'ulot o'tish bu ijod. Ijodkor bo'lmagan murabbiy boladan qanaqadir narsani yasa olmaydi, qiyin u narsa. Shuning uchun shu ma'ni javobim, asosiy narsa. Men hozir boshda ham o'sha gapni aytdim, hozir ham shu gapni aytayapman. Har xil holatda bu. Kognitivlik yo'q albatta, lekin bunda qarasangiz, ikkalasi ham bir xil tizimda ketayotgan narsalar. Masalan, zo'r murabbiy ham o'sha natijani qilib berishi mumkin, yangi kelgan murabbiy ham o'sha natijani qilib berishi mumkin bo'lgan holatlar bor. Bu ayrim sportlarga qaratilganda. Misol uchun, endi hozir sport turi nomini aytadigan bo'lsam boshqacha bo'lishi mumkin-da, lekin qaysidir ma'noda qiyin sport. Hamma sport qiyin-da, lekin odam soni bor. Vesovaya kategoriya bor, yosh kategoriyasi bor. 7 yoshdan 70 yoshgacha musobaqalarni misol uchun dzyudoda o'tkazilmaydi. 13, 14 yoshli bolalar o'rtasida deyiladi. 1 yilda bir marta bo'ladi. Shuning uchun olimpiyskiy vidlarda shunaqa holatlar borki, rezultativnost pastroq qolgan men bu neolimpiyskiy vidlarga qaraganda. Lekin sport turlari pastda bir xil narsaga yo'naltirilgan, intizomni rivojlantiradi, bolani to'g'ri shakllantiradi, insonni figurasini chiroyli qiladi, o'zini fikrlash qobiliyatini ko'taradi, yashashga o'rgatadi, kurashishga o'rgatadi. Sport turlarining hammasi yaxshi o'zi aslida. Tanlamaslik kerak. Lekin natijaga olib keladigan bo'lsak, ayrim sabablar bo'lishi mumkin shu. Qobiliyatiga qarab berish kerak bolani. Endi musobaqalarga to'xtaladigan bo'lsak, masalan, ba'zi ota-onalar menda ham bo'lgan, hali bugungacha bor. Hozir agarda ertaga bu podkast chiqqandan keyin ko'rsa, o'zlari ham bilib olishadi bu narsani. Ba'zi ota-onalarimiz bor, ma'lum bir sabab bo'ladi deb bolani yutqizishgan musobaqada yoki trenirovkaga bir kun kelib, 4 kun kelmaganlik yoki masalan qanaqadir kam tajriba, praktika bo'lgani yoki zallada yetarlicha o'zini ustida ishlamagani. Ya'ni o'zini o'sha sportini, faoliyatini suiiste'mol qilgani. Masalan, shunaqa muammo bo'ladiki, bitta musobaqaga boradi, yutqizadi. Yutqizganni 90% ga murabbiy aybdor. Ota-onalar nazdida shunaqa. Murabbiy aybdor. 90% nimaga meni bolam yana 3-o'rin? Nimaga yana meni bolam 2-o'rin? Bu safar nimaga bir bo'lmadi? Shunaqa savol menda juda ham ko'p beriladi. Ya'ni nimaga? Bu savolni menga beradigan ota-onalarim 2 yilda bir marta, 1 yilda bir marta bolasini musobaqaga jo'natadigan ota-onalarim beradi bu savolni. Chunki muntazam zalda shug'ullanadigan, muntazam musobaqalarga chiqadigan, muntazam boshqa zallar bilan praktika qiladigan o'quvchilarimda bunaqa savol tug'ilmaydi, rezultat ham bunaqa bo'lmaydi o'zi. Lekin o'shunaqa farzandiga, ya'ni o'sha sportiga e'tibori kam mas'uliyat bilan qaraydigan ota-onalarim shu savolni beradi menga. 90% murabbiyda ayb. Bu qanchalik, masalan, bu qanchalik o'zi to'g'ri, masalan, yutqizdi-yu, lekin hamma ayb
почти 100% ayb murabbiyda. Keling bunga bitta narsa qilib javob berib o'taman. Asosiy narsa, qarang, inson muvaffaqiyatga erishish uchun shundan olish mumkin behijolat. Ota-onalar eshitasizlar bu narsani. Inson muvaffaqiyatga erishish uchun 10 ta yo'li bor deylik. Bitta yo'lida tilni biladi, zo'r anaqasi, o'zini foydali taraflari. Bitta yo'lida deylik, u telefon bilan zo'r ishla olishi mumkin. Bitta yo'lida u qanaqadir ravishda sportsmen bo'lishi mumkin. Bitta yo'lida u intizomli bo'lishi mumkin. Bitta yo'lida u erta turishi mumkin. Xuddi shunaqa holatlardan bunday 10 ta yo'li bor maqsadga olib boruvchi. Mana shu 10 ta yo'lidan deylik, 2 ta yoki 3 tasi yoki 4 tasi minus bo'lsa, kitob o'qimasa yoki erta tura olmasa yoki dangasa bo'lsa, mana shuni protsent past bo'lsa, muvaffaqiyatga erisha olmaydi shu inson. Bu degani mana bu hammasi 100% ga bajariladigan bo'lsa, u insonning muvaffaqiyatga erishish koeffitsiyenti ko'proq bo'ladi. Bu dokazanный fakt. To'g'risi. Mana shu narsalarga men tushuntiraman deb ovora bo'layman ko'pchilik ota-onalarga. Nimaga? Misol uchun, bolang musobaqada birra olish kerakmi? Bolang musobaqada chempion bo'lish kerakmi? Da sen trenerga shuni deb yozganmisan, kutuvlaringni yozib berganmisan? Ha. Qarashmaysan bo'lmasam degan savol ham bor-da. Nimaga? Misol uchun, Habib Nurmagomedov oladigan bo'lsak, chempionlik vaqtini, yo'lini ko'radigan bo'lsangiz uni, Abdulmanap Nurmagomedov dadasi, ya'ni treneri nimalar qilgan uni chempion qilish uchun murabbiy. Uni dadasi murabbiy bo'lib qolgani, juda ham Habib qilgan dadasi. Ya'ni treneri. Buni hamma biladi. O'zi ham juda ham ko'p ta'kidlaydi. Ya'ni dadasi qanaqa strategiya tuzgan? O'sha bola chempion bo'lishi uchun, o'sha bola sportsmen, haqiqiy chempion bo'lishi uchun hayot yo'lini sport bilan polni bog'lab tashlagan. Maktabda ham sportsmen og'aynilar bilan bo'lgan, ko'chada o'ynayotganda ham sportsmenlar bo'lgan, hammasi sportsmenlar bilan yurgan, sport bilan muntazam shakllangan bola. Uyda ham sport bo'lgan, polностью. Bu degani, sen farzandingni olimpiyaga chempion qilaman deydigan bo'lsang, sportga berdingmi, polностью hayotini sport bilan bog'lab tasha. Bo'ldi. Birinchi javoblardan bittasi. Eng tushunish qiyin bo'lgan ota-onalar tushunmaydigan savollardan bittasi bu. Lekin javob to'g'riroq. Lekin shunaqa holatlar borki, bitta bolani shakllantirish uchun faqatgina treneri o'zi kamlik qiladi. Bu uchlik bor. Bu haqda kontent qilganman-mi? Deylik, bola sportsmen bo'lib zo'r shakllanish uchun, chempion bo'lish uchun birinchi o'rinda murabbiy, sportsmen, ota-ona. Mana shu 3 tasi hamma tomonlama zo'r ishlaydigan bo'lsa, bola natija ko'rsatishi oson va foizi ham juda ham katta bo'ladi. Chunki ota-ona uydagi holatini, muhitini, intizomini ota-ona qo'yib beradi, to'g'ri ovqatlantiryapti, ertaroq uyg'otyapti, tarbiyani to'g'ri beryapti, hech qayerga kech qoldirmayapti, to'g'ri investitsiya qilyapti. Sportsmen shug'ullanyapti, intizomga rioya qilyapti, trener aytganini qilyapti, ota-onasiga qarashyapti. Murabbiy to'g'ri strategiya qilyapti, to'g'ri tarbiya beryapti. Sportchini dozirovkasini to'g'ri olib borib ketyapti. Mana shunda mana bu birlashma natija qilib bera oladi. Aks holda murabbiyni o'ziga tashlab qo'yadigan bo'lsangiz, juda ham qiyin. Oddiy haqiqat, qiyin chiqmaydi u narsadan. Yoki murabbiy xohlasa, sportsmen xohlasa, chempion bo'lishi mumkin-da, lekin qaysidir joyga borib qoqiladi. Ota-ona xohlasa, lekin murabbiy yaxshi bo'lsa, bola ham chempion bo'lmaydi. Lekin sportsmenni o'zi xohlasa ham chempion bo'lmaydi. Qiyin, juda ham. Chempion bo'lishi mumkin-da, xohish hamma, hozir ko'pchilik aytishi mumkin, muhimi xohish. Muhimi xohish bo'lish kerak-da. Lekin unga yarasha muhit bo'lish kerak, xohishga yarasha. Ideal holatlar bo'lish kerak. Ya'ni, misol uchun ota-onangiz ham xohlayapti, siz chempion bo'lishingizni, treneringiz ham xohlayapti, chempion bo'lishingizni, siz ham xohlayapsiz. Bu yerda aniq mana bu qorishma bo'ladi, 100%, kollaboratsiya bo'ladi. Hamma bir-biriga bilan gaplashyapti bu yerda. Tizim zo'r bo'ladi. Bu yerda koeffitsiyenti kattaroq. Lekin murabbiy bilan sportsmen xohlasa, lekin ota-ona xohlamasa, bu eng katta xavf shunda. Ota-ona xohlamayapti. Ota-ona aytadi. Ko'pinaqa ota-onalar borib turib, qarachi, nima yutqizding? Sanda bir bo'lish kerak. Shunaqa. Nima yutqizding? Turib unijat qiladi bolani yo boshqa qiladi. Bu murabbiyga xalaqit beradi ertaga ish faoliyatida. Chunki ana bola uydagi stressni olib keladi. Yoki musobaqa davrida deylik, ertaga musobaqa, ota-ona motivatsiya beryapti. Qarachi, sen o'g'lim yoki qizim birra olishing kerak. Sen zo'r bo'lishing kerak. Endi shunaqa tonda gapiradigan ota-onalar bor-da. Shunaqa qilishing kerak, shunaqa qilishing kerak, o'qilishing kerak. Kaltaga miysan borib birra olib kelmasang.
Bola bosimda keldi. O'zi musobaqa bosim-ku. Bosim rost ekan. Keldi bosim, men trener bo'lib tushunganman, shu musobaqani bosimi sportmendan trenerga ko'proq tushadi. Tushadi. Nima bo'lar ekan? Hozir qanaqa qilar ekan? Uni aytdim, esidamiki, nima bo'lar ekan deb o'tirilaveradi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa holatda. Shuning uchun bosimni berib qo'yishadi, musobaqa boshlanadi. Ana bolada o'zi bosim bor, tayyor kelgan. Oqqarib, hamma yo'q. Chiqadi. Bolaga, ba'zi bolalarga ko'p mas'uliyat noto'g'ri-da. Ko'p mas'uliyat berib qo'yish o'ta ham noto'g'ri narsa. Xarakter har xilda. Masalan, meni shogirdlarim shunaqa. Bittasiga vobshe mas'uliyat bermasa kerak g'alaba qozonish uchun. Shuni olib borasiz, zalga qo'yib borasiz, bakalashga tepib chiqib kurashib qaytib kelib birra olishi mumkin. Ba'zi bola faqat mas'uliyatlar bo'ladi. Sen bunday qilishing kerak, bunday qilishing kerak, sen shuni qilishing kerakki, u bayroq tepada bo'lish kerak. Bu uchun sen yaralgansan deydigan bo'lsangiz, u bola qilib tashlashi mumkin. Lekin nariga bolaga bu narsa o'tmaydi. O'zini holatiga qo'yib berish kerak. O'zini holatiga qo'yish kerak. Lekin ota-ona ba'zi hollarda bilmasdan shunaqa bosim berib qo'yadi, keyin bola musobaqada teratsiya qiladi, noto'g'ri mas'uliyat berib qo'yilgan bo'ladi bolaga, hali yosh bola bo'lishi mumkin yoki tushunmasligi mumkin bu narsani. Borgandan keyin qo'rquv asosida qilingan harakatlar o'sha noto'g'ri holatga ketadi. Keyin sportmenlar agressiya bo'ladi, chiqib olib turib stress tashlasan bilmay qolishi mumkin, quloq bekiladi, psixik holat, bosim ana shu holatda kuzatiladi. Lekin ana shu narsada trener bilan murabbiy birgalikda ishlaydigan bo'lsa, men bu sportmenni shakllanish jarayoniga xalaqit berishmaydi. O'xshashi mumkin, o'sha natijalar ham o'xshashi mumkin hammasi. Qo'pol qilib aytganda, to'g'riroq qilsa qilib aytganda, hamma narsani muhitga moslashtirilsa, hamma narsani o'sha sportmi? Faqatgina sportga moslashtirilsa, ayrim narsalarni qo'shilsa, kerakli holatlarda, shundagina bolada natija o'sha ota-ona so'raganchalik chiqishi mumkin. Ota-onalar masalan ko'p narsalarga asoslanib farzandini sportga beradi. Bu narsa har taraflama qaraganda ham to'g'ri metod deb hisoblayman. Masalan, hozirgi kunda jamiyatimizdan kelib chiqib oladigan bo'lsak, endi boshqa davlatlarda ham, social mediada o'ziz ham ko'zingiz tushadi bu narsaga. Ko'pchilik tartibsizliklar, keyin noqonuniy ishlar, o'g'rilik yoki boshqadir taqiqlangan ishlar barchasining negizida bu tarbiyasiz bolalarni o'z boshimcha qilayotgan ishlar kelib chiqadi. To'g'rimi? Bu asoslangan narsa. Buni masalan bunaqa taqiqlangan ishlarni hech qachon ilmli odam qilmaydi yoki band odam qilmaydi-da bu narsani. Hayotida tartibi yo'q, intizomi yo'q. Haqiqatdan bekorchi, maqsadi yo'q odam nima qilishini bilmasdan qiladi-da bu narsani. Masalan, ota-ona farzandini shunaqa yo'llardan saqlash uchun, ya'ni shunaqa yo'llarga kirib ketmasligi uchun, tartibi, intizomi joyida bo'lishi uchun murabbiyga beradi. Ba'zi joylarda farzandini tarbiyalashga qaysidir ma'noda kuchi yetmagani uchun ham murabbiyga beradi. Qanaqadir kamchiliklarni ko'rib. O'sha farzandi aytganini qilmayapti, telefon o'ynamasa o'ynayapti, gap qaytarmasa qaytaryapti, joyi kelganda birovni bolasini urma desa uryapti, taqiqlangan ishlarni xullas qilyapti. Ota-ona qaysidir ma'noda o'sha narsalarga kuchi yetmaganda murabbiyga beradi. Tartibga solishi uchun. Lekin murabbiy ham 1-2 marta masalan muomala qiladi, tushuntiradi, yaxshi yo'l bilan uni yo'lga solishga harakat qiladi. Yaxshi yo'l bilan, ya'ni yaxshi gapga tushunadigan bolalar hozir kam. O'shanaqa hollarda, ya'ni bo'ysunishni xohlamagan, ya'ni trenerga bo'ysunishni xohlamagan bolalarga trener masalan jazolab qanaqadir kuch ishlatibmi yoki bo'lmasam qanaqadir o'zi jismoniy jazolar qo'llasa, ota-ona bu narsadan xafa bo'ladi. Ertasi kun kuzatiladiki, siz meni bolamni yoki uribsiz, yoki presidaniya qildirgansiz, yoki presga qo'ygansiz, qo'pol qilib aytganda urgansiz. Bu narsa bo'lgan. Ko'pgina murabbiylarda bu holat kuzatilgan. Shu narsa o'zi xohlab turib bolasini sportga berdi. Trener ham masalan zerikkandan bolani urmaydi. To'g'ri. Trener zerikkandan bolani urmaydi. Zerikkandan qanaqadir unga dakki bermaydi yoki energiyasi naqadar ko'pligidan bolani urmaydi yoki tergamaydi, to'g'rimi?
qanaqadir ayb ish qiladiki, qanaqadir bu ertaga qilayotgan ishi baribir o'zini oyog'idan bolta urishini biladiki, o'shanga asoslanib trener jazolaydi. Lekin ko'pgina ota-onalar buni juda ham qattiq o'ziga juda ham qattiq seryozni olishadi va ota-onalar trenerni ustlariga shunaqa muhokamalar bilan, shunaqa talablar bilan kelishadi. Asli bitta narsa, shunaqa holat borki, urush noto'g'ri o'zi asli. To'g'risi gap, urush noto'g'ri, urush jinoiy javobgarlikka tortilish bilan tugaydi oxiri. Nimaga desangiz, hozir paytda eng global muammolardan bittasi bu zo'ravonlik. Ko'ryapmiz mana hozir bitta video olib chiqarib yuboradi, shu bilan shu sharmanda qilib butun karyerani bunaqasi chiqarib ketish mumkin-da. Shuning uchun trenerlar ehtiyot bo'lish kerak o'zi asli. Bolani hamma tomonlama ko'rib olish kerak. Ota-ona bilan trener bir-birini tushunmaganlikdan kelib chiqyapti-da hozir bu muammo. To'g'risi. Shuning uchun men fikrlarimni boshida ham aytdim, birinchi o'rinda shartnoma. Iloji yo'q. Qonuniy shartnoma yoki o'zaro shartnoma. Misol uchun, meni anaqa klubimda anketa bor. Bola haqidagi anketa bo'ladi. Bu yoziladi. Bolaning ismi, familiyasi, palonchi-pistonchi bor. Yomon odatlari yoki salbiy qanaqadir odatlari yoki kasalligi bormi? Kasalligi, ko'pchilik kasalligini yashiradi bilsangiz. Parok sercha bo'lishi mumkin yoki tutqanoq bo'lishi mumkin. Uni bilmay qolasizda ba'zida. Shunaqa bolani ham olib qo'yishimiz mumkin. 86 forma tibbiy ma'lumotnoma borib poliklinikadan sotib olib keladi. O'sha narsa. Bu narsani murabbiy endi bundoq ko'radi, oxiridagi xulosani ko'radi. Sog'lom. Nima deb yozib bergan? Sog'lom, yaroqli deb turib yozib qo'yilgan bo'ladi-da. Lekin bitta narsa, bu yuridik anaqa hujjat o'zi aslida. Bola misol uchun mashg'ulot jarayonida nimadir bo'ldi, xudo ko'rsatmasin. Nimadir bo'ldi-da, ertaga qanaqadir kulfat bo'lib qoladigan bo'lsa, u ana 86 formani yoki tibbiy ma'lumotlarni bergan tashkilot aybdor bo'lib chiqishi mumkin. Peridoz bo'lgan bo'lsa, masalan, nagruzka paytida o'quv rejasi bor-ku, misol uchun. Reja berganingizda boshqa bo'lganda, siz to'g'ri o'tgansiz, shunaqa narsani isbotladingiz. Lekin 86 formani ko'rsatganingizda yaroqli deb chiqadigan bo'lsa, bolada yurak qanaqadir xastaligi bo'ladigan bo'lsa, o'sha narsadan ba'zi mamdan nimalar, xodimlar qo'rqmay qolyapti. Bu juda ham noto'g'ri narsa o'zi asli. O'sha narsani olib kelayotgan ota-onalar ham noto'g'ri holat bo'ladi. Iloji bo'lsa bolani polностью o'rgatish kerak. O'rganib chiqish kerak, o'sha ma'lumotni berish kerak to'g'rilab. Endi mana masala bo'yicha, urush zo'ravonlik masalasi bo'yicha bu men to'g'risi bu narsani yoqlamayman hozirgi holatda. Da endi jismoniy jazolar bor, отжимание bor, приседание bor deylik, yana boshqa usullar bor, fiznagruska. Shunaqa narsalarni qilish mumkin-da. Lekin toifasiga qarab-da. Misol uchun, hozir men ijtimoiy tarmoqlarda ursa, boshqa qismda endi katta-katta trenerlarni ko'rganman. Da endi men uchun oddiy holat, chunki men murabbiyman. Biz uchun oddiy. Agar ota-ona sifatida ko'ring-da u narsani. Lekin urush bilan urushning ham farqi bor. Farqi bor. To'ppa-to'g'ri aytyapsiz. Urush bilan urushning farqi bor. Farqi bor, 100%, emotsional bor. Mana yuzlari o'zgaradi, haligi ko'chada janjal bo'layotganda uradigan odam. Lekin murabbiy qanaqa? Masalan, murabbiyning urishi u to'g'ri joyga yo'naltirilgan bo'ladi. To'g'ri maqsadda urilayotgan bo'ladi. To'g'ri maqsadda bo'lishi mumkin, to'g'ri joyga yo'naltirilgan bo'lishi mumkin. Bu narsa tomoni bor. Lekin bilmasdan urib o'ldirib qo'yganlarni ham ko'rganman men. Murabbiyni emas, ota-onani. Ota-ona o'z farzandini mana bu yerga bitus olgan, haligi bola xirillab o'sha nima bo'lib qo'ygan. Shunaqa holatlarni men bilaman. Ko'rmaganman, bilaman shunaqa holat. Men eshitganman shu narsani. Lekin murabbiyning qo'lida jon beribdi degan narsani endi men bilmayman, hali ko'zim tushmadi bu narsaga, to'g'risi. Lekin urush bu hozirgi holatda ham, oldingi holatda ham qonunan man etiladi. Bu metodika noto'g'ri metodika. Aynan yosh bolalar kategoriyasida. Professional sportda ham bo'lishi mumkin. Professional sport deganda, hali boya gaplashdik, masalan, deylik, oddiy misol MMA. Shunda bo'lishi mumkin. Ular o'zi ham bir-birini konkretni uradi. Ha, xuddi shu sport turi shunaqa. Endi urmasdan shakllantirish menimcha qiyinroq o'tdi, lekin oddiy odamni ham o'tda urib shakllantiriladi. Bir-birini urishadi ular. Endi urmaydigan sport turlari har xil jazolar qo'llashi mumkin. Lekin qaysidir ma'noda urush ham kerak. Shunaqa deb o'ylaysiz. To'g'rimi?
Qaysidir ma'noda kerak. Turtki kerak. O'shanaqa narsa. Turtki kerak deyish mumkin. Misol uchun, bolaning nafsoniyatiga tegmagan holda. Ha. Masalan, hozir aytdim-ku, urush bilan urushning farqi bor. Travma berib urush bor, haqiqatdan. Travma berib qanaqadir bolani biron joyini sindirib yoki biron joyini ko'kartirib, qo'pol qilib aytganda bolani sotrasение qilib urush bor. Lekin oddiy misol, prosta odam bo'l degan maqsadda urush bor-da. Ya'ni bu joyda bolani o'zini manfaatini ko'zlab jazolangan bo'ladi. Bolaga foyda beradigan mahsulot sifatida deb O'shanaqa. nima deydi? Tizim sifatida. To'g'rimi? Shu narsani aytyapsiz-da. Ko'pchilik men bu holatda trenerlar tarafidaman o'zi. Men o'tgan safar nimada ham aytdim, bitta ikkita joylarda haqiqatan ham men o'zim murabbiy bo'lganim uchun haqiqatan kerakli ravishda, me'yordan ortmagan holda, qaysidir ma'noda qonunlarni buzmagan holda shu narsani qilish mumkin. Bolani xarakteridan kelib chiqib turib, ya'ni yumshoq ko'ngil, yumshoq tabiat bolani urib tarbiya qilib bo'lmaydi hech qachon. Juda ham qiyin, chunki u muhitida unaqa narsa bo'lmagan bo'lsa, bu yerga kelib u nimadan sinishi mumkin, xarakterdan sinishi mumkin. Bu noto'g'ri narsa. O'sha narsalarni qilish uchun, test qilish uchun ham qanaqadir ma'lum vaqt kerak bo'ladi. Bolani bilib olgandan keyin, o'rganib olganingizdan keyin, ota-onasini ko'rib olganingizdan keyin, shartnomalar qilingandan keyin, aynan bolaga nima kerakligini bilib olganingizdan keyin nima qilish kerak? Harakat qilish kerak. Keyingi dolzarb muammo bu hamma Diyora Diyora bo'lgisi keladi. Qizlarni nazarda oladigan bo'lsam, hamma Bahodir Jalolov bo'lgisi keladi, o'g'il bolalarni nazarda oladigan bo'lsam. Endi masalan, o'sha yuqorida aytib o'tganingizdek, ota-ona ham ko'pchilik holatda shunaqa talab bilan keladi. O'quvchi ham, ya'ni sportchi ham xuddi shunaqa talab bilan, shunaqa niyat bilan shug'ullanadi. Lekin shunaqa qizlarni, shunaqa bolalarni ko'rganmanki, maksimal 1 yil shug'ullanadi, 1,5 yil shug'ullanadi. Ularning hayotida, ya'ni ularning xayolida shu 2 yil hayoti quruq o'tib ketganday. Hech nimaga erishmagan, hech qanaqa, xullas sport bilan shug'ullanib hech qanaqa foyda ko'rmaganday o'tadi-da ularning xayolida. To есть hamma narsaga sabr kerak, kutish kerak avvalambor. Izlanish kerak, mehnat kerak. Masalan, shunaqa sabrsiz atletlarimiz ham yo'q emas demoqchiman. Ular kam vaqt shug'ullanadi, lekin ko'proq natija kutadi. Ya'ni 1 yil shug'ullanadi, ular 19 yilda erishgan natijani kutadi. Zo'r gap bo'ldi. To'ppa-to'g'ri aytyapsiz, chunki masalan, bu yo'lni o'zi qiyin, riskovni yo'lda, juda ham tahlikali yo'l. Chunki g'irromlikda bu. Nima desa bo'ladi? G'irromlik degani men ijobiy nimada gapiryapman. Nima degani? Masalan, futbolist, zo'r futbolist. Tarsitib oyoq sindi. Hech kimga kerak emas-da, o'zi o'yna olmaydi. O'zi murabbiylikka o'tishi mumkin. Yaxshi bo'lsa. Sport shunaqa narsaki, bu samuraylarning yo'liga o'xshataman men. Imенно mana olimpiyskiy chempionat yoki jahon chempionatlari. Chunki o'sha narsa uchun 15 yil, 20 yil vaqt ketadi. Boshqa narsani o'ylamaydi. Faqat o'sha narsa. Eng qizig'i kafolatlanmagan. Sen 20 yil shug'ullansang olimpiyskiy chempion bo'lasan deyilmagan hech qayerda. Kafolat yo'q. Kafolat yo'q. Bu matonat o'zi asli. Shu to'g'ri aytyapsiz, sabr kerak bu narsaga o'zi asli. Bolalarda hozirgi holatda mana olimpiadada bo'lgan holatlar, davlatimiz rahbari sovg'alarni berganlari, nimalar qilingani, har xil holatlar, uylar, to'g'rimi? Masalan, bu narsalar nima uchun berildi? Ana shu 20 yillik mehnat uchun berildi o'zi asli. Lekin ana shu 20 yillik mehnat ko'pchilikka ko'rinmaydi. Ana shuni illyuziya deb aytish mumkin. O'ylab turib, mana shunaqa qilsam, bo'lar ekan. Hozirgi holatda o'sha klublarga kelayotgan ota-onalarda shunaqa fikrlar bor. Mana o'g'lim shunaqa bo'lsin yoki meni qizim shunaqa bo'lsin deydi. Bo'lsin. Faqat erta talab qilib bu yomon holatda. Ozgina qo'yib berish kerak trenerga. Masalan, musobaqalar bor ichki, deylik, viloyat, respublika, bularni ko'rish kerak bola. Shunda shakllangan shu sportsmenlar ham. Shunda Millionlab sportsmenlar shug'ullanadi, to'g'risi. Millionlab trenerlar bor sportsmenlar bilan ishlaydi. Lekin chempion, olimpiyskiy chempion tayyorlagan trener nechta? degan savol qiynaydi meni. Yoki olimpiyskiy chempion bo'lgan sportsmen nechta? Bahodir Jalolovga o'xshagani yo'q emasmi? Yoki Diyora Keldiyorovga o'xshagani yo'q emas. Men shaxsan o'zim taniyman.
Judaysiz. Unaqa qizlar juda ham ko'p, lekin Diyora Keldiyora bitta. Bitta o'zi chiqdi, to'g'rimi? Xuddi shu narsani, mana shu narsa risk hisoblanadi. Bu nima deydi? Bu hayot shunaqa. G'olib bitta bo'ladi. Shuni hisobiga bu yo'l qiyinroq. Lekin ana shu qiyin yo'l ba'zi inson uchun zavq beradi. Shuning uchun ko'pchilik sport tanlaydi. Ko'pchilik. Bugungi mavzuyimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Qanaqa savollar yoki takliflar bo'lsa, izohda yozib qoldirishingiz mumkin.